Zino qilayotgan iflos, zinokorni tagiga yotayotgan iflos fohisha bir joyda panapasqam joyda shu ishni qilyapti-da, bizlarni hech kim ko'rmayapti deb o'ylayapti. To'g'rimi? Hech kim ko'rmayapti deb o'ylayapti. Bandani ko'rsa nima qilardi? Sani chopib tashaydimi, so'yib tashaydimi? Hech vaqo qilmaydi. 4 kun, 5 kun, 15 kun gapiradi. Yana bitta voqea chiqadi. Naryoqdan sen unutilasan, uni gapirib ketaveradi. Bandani bilgani shu-da, nima qilardi banda bilganda? Qo'lidan nimaga? Hech vaqo ham kelmaydi. Lekin bandalardan bekitgan, bandalardan uyaladi. Allohdan uyalmaydi bu ifloslar. Allohning nazarida ekanligini ular eslaydi. O'shani uchun bu iflos ishni qilib yuribdi. Nega sizlar qilmayapsizlar? Nima uchun shu? Pulinglar yo'qmi? Vaqtinglar yo'qmi? Yoki o'shandaqa fohishalar yo'qmi siz bilan til biriktiradigan? Yo bir joyga borsanglar sharoit topasizlar, hammasiga ham bor. Lekin onginglarda, qalbinglarda Xudo meni ko'rib turibdi degan tuyg'u borligi uchun shuni qila olmaysizlar.